Bugungi O'zbekiston yirik industrial loyihalar va texnologik o'sish davrida. Ishlab chiqarish quvvatlari ortib borgan sari xavfsizlik uchun javobgarlik ham keskin oshib bormoqda. Hozirgi sharoitda yong'in va fuqarolik muhofazasi shunchaki talab emas, bu biznes va davlat barqarorligining strategik asosidir. Industrial Engineering O'zbekistonda tizimli xavfsizlik standartlarini shakllantirayotgan injiniring kompaniyasi. 2018-yildan buyon biz bozor yetakchilari uchun murakkab loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Konchilik sanoatidan tortib, energetika va davlat sektorigacha tajribamiz xalqaro hamkorlik bilan tasdiqlangan. Jumladan UNDP, DMT taraqqiyot dasturi bilan qo'shma loyihalar orqali biz muhandislik integratori sifatida faoliyat yuritamiz. Jahon texnologiyalarini O'zbekistonning qat'iy milliy normativlariga moslashtiramiz. Industrial Engineering xavfsizlik tizimlarini to'liq sikl asosida loyihalaydi va joriy etadi. Asosiy yechimlarimizdan biri ASCO, ya'ni aholini avtomatlashtirilgan xabardor qilish tizimi. Bu intellektual kompleks real vaqtda favqulodda xatolar haqidagi ma'lumotlarni yig'adi va qayta ishlaydi. Tizim faqat xabar bermaydi, u xabardor qilishning har bir bosqichini nazorat qiladi va odamlarga aniq harakat algoritmini taqdim etadi. Xavfsizlik avvalo xabardorlik va aniqlikdir. Faoliyatimizning muhim yo'nalishlaridan biri video kuzatuv tizimlarini joriy etish, jumladan professional montaj va doimiy texnik xizmat ko'rsatish. Biz ushbu jarayonlarni uzluksiz ta'minlaymiz va muhim obyektlarda barqaror ishlashni kafolatlaymiz. Kompaniya ilg'or yechimlarning rasmiy dileri va integratori hisoblanadi. Jumladan FM200 va Novik 1230 asosidagi gazli yong'in o'chirish tizimlari. Bu yechimlar server xonalari va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlar uchun eng maqbul tanlovdir. Bizning yechimlar xavfni real zararga aylanishidan oldin bartaraf etadi. Barcha tizimlarni yagona raqamli muhitga integratsiya qilish orqali obyektni real vaqtda to'liq nazorat qilish imkoni yaratiladi. Kompaniya 15 nafar yuqori malakali mutaxassisdan iborat. Loyihaga qarab, jamoa 40 nafar mutaxassisgacha kengaytiriladi. O'z o'quv markazimiz har bir mutaxassisning zamonaviy montaj va servis usullarini puxta egallashini ta'minlaydi. Avtopark va zaxira omborlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab tezkor ishlash imkonini beradi. Chunki har bir loyihamiz ortida insonlar xavfsizligi va davlatning strategik aktivlari turadi. Industrial Engineering ilg'or yechimlarga asoslangan xavfsizlik.